Bu yassi trubkali bosim o'lchagichdir. Bu elektr toksiz ishlaydigan mexanik bosim o'lchash qurilmasidir. Ushbu videoda uning qanday ishlashini va ichki mexanizmini ko'rib chiqamiz. Bosim o'lchagichning ichki qismlarini ko'rishdan oldin tashqi qismlarini ko'rib olamiz. Bu bosim o'lchagichning pastki qismida bosim o'lchanadigan suyuqlik kirishi uchun imkon beradigan teshigi bo'lgan ulovchi qismi, ya'ni shtutser deyiladi. Bu rezvali shtutser bosim o'lchagichni o'rnatish uchun xizmat qiladi. Bosim o'lchagich qanchalik mustahkam o'rnatilsa, bosim o'lchash shuncha aniqroq bo'ladi. Bu turdagi bosim o'lchagichlar suyuqlik yoki gaz bosimini o'lchash uchun moslashtirilgan. Suyuqlik bosimi berilgan obyektga ta'sir etuvchi 1 metr hududga to'g'ri keladigan bosimni o'lchaydi. Bu esa ko'rsatkich va darajani ko'rsatib turuvchi uskuna yuzasi, ya'ni shkala deyiladi. Ko'rsatkich ichki mexanizmga ulangan va bosim o'zgarishiga javoban shkala bo'ylab harakatlanadi. Foydalanuvchilar manometr o'rnatilgan joydagi bosimni to'g'ridan-to'g'ri ko'rishlari mumkin. Bosim o'lchagich ichki qismi suyuqlik bilan to'ldirilgan yoki quruq bo'lishi ham mumkin. Suyuqlik solinadigan o'lchagichlarda ventilyatsiya qilish uchun ishlatiladigan teshigi bo'ladi. Manometr ichidagi suyuqlik harorat o'zgarganda kengayishi yoki qisqarishi mumkin. Bu esa manometrda bosim ko'rsatish aniqligini kamaytirishi mumkin. Endi esa manometr ichki qismi quruq va suyuqligi bo'lgan manometrlardan qanday qilib foydalanishni ko'rib chiqamiz. Ba'zi bosim o'lchagichlarining orqa tomonida portlash nuqtasi bo'ladi. Ular bosimni kamaytiruvchi xavfsizlik mexanizmi sifatida ishlatiladi, ya'ni haddan tashqari bosimni chiqarishga mo'ljallangan. Bu operatorni manometr ichida jiddiy nosozlik holatida himoya qilishga yordam beradi. Endi bosim o'lchagichning ichki mexanizmini ko'rib chiqamiz. Bu bosimni sezuvchi element bo'lib, u bosim sezgich trubkasi deb ataladi. Bu yupqa metall trubka bo'lib, S shaklida va oval kesimga ega. Uning ishlash prinsipi bosim oshganda trubkani S holatdan tekislanishga asoslangan holda ishlaydi. S shaklidagi metall trubkaning ochiq uchi manometr apparatining shtutseriga mahkamlangan bo'ladi. Yopiq tomoni esa strelkani harakatga keltiruvchi mexanizmga mahkamlangan bo'ladi. Metall truba ichida bosim oshganda S holatdan tekis holatga o'tishga harakat qiladi va strelka yuqori bosim holatini shkalada ko'rsatadi. Agarda bosim kamayganda S shaklidagi metall truba yana o'z holatiga qaytadi va strelka ham shkaladagi 0 holatiga qaytadi. Bosim o'lchashda manometrlarning bir necha turlari mavjud, lekin S shaklidagi metall trubkalik manometrlardan eng ko'p tarqalgani hisoblanadi. Bunday manometrlardan sanoatda keng qo'llaniladi. Quruq manometrlar quruq muhitlar uchun juda mos, biroq kuchli fizik zo'riqishlarga sezuvchan bo'ladi. Suyuqlik solinadigan manometrlarning asosiy afzalliklaridan biri ichidagi suyuqlik fizik zo'riqish bo'lgan vaqtda strelka tebranishini kamaytiradi. Bundan tashqari u ko'rsatkichni shkala ustidagi bosimni aniq ko'rishni ta'minlaydi. Suyuqlik bilan to'ldirilgan o'lchagichlar odatda glitserin yoki silikon moyi bilan to'ldiriladi va bu bilan ichki qismlarni moylaydi, eskirishni kamaytiradi va o'lchagichning xizmat qilish muddatini oshiradi. Suyuqlik kengayganda toshib ketmasligi uchun suyuqlik bilan to'liq to'ldirilmaydi. Yana bir afzallik tarafi manometr ichida kondensatsiya hosil bo'lishini oldini oladi.